سوخت بوستانی و باستانی که امروز توسط اعتباری سروری دولت رو به انکشاف و ترقی نهاده است مورد توجه اطرافیان قرار گرفته است. همین باعث آمدن مهمانان که خاصتا مقصد نهاییشان دیدن سیمای زیبای این کشوری همیشه سبز می باشد روز تا روز زیاد می گردد و این نیز باعث افتخارمندی باشندگان و اهل این کشوری آباد و زیبا می گردد. به قریبی به ناحیه زیبا منظرمان یک گروه مهمانان از شهر و ناحیه‌های ولایتمان تشریف آوردند و به ما نیز اتفاق افتاد که با آنها هم صحبت شویم. مهمانان که از شهر و ناحیه‌های قوه‌سای، تاشلاق، مرغلان، قشت‌تپه، ناحیه فرغانه و شهر فرغانه و سمرقند باستان بودند، عرض داشتند که سال چند از این پیش عازم سوخت بودند و امروز این کشور زیبا و تکرار را شناختن نمی شود. بسیار آباد و زیبا و دلاراتر گشته است. و مهمانان باز ابراز داشتند که ناحیه سوخت را توسط آینه نیلگون سوخت تماشا میکنند و زیباهای این کشور تکرار لذت میبرند. گشایش مسکنی سالمگردانی بچگان که به تمام رسوبلیک نمایش داده شد باعث هوس و حیرتی آنها گشته است. So'xga kirib kelishimiz bilanoq So'xdagi mana bu aeroportlarni ko'rib, So'xda markazidagi o'zgarishlarni, attraksionlarni, bolalarga oromgohlarni ko'rib, mana bu aholiga qilingan butun yaxshiliklarni ko'rib, ko'zlarimiz qunab, mana bu qaroqqa bordi dillari nasos stansiyasini ko'rdik, mana shu respublikani rahbariyatlari kelib mana So'xga e'tibor berib, yandan keyin mana o'zgarishlarni ko'rib biz ham So'x nasos stansiyasiga bordik. U yerdagi yangi bog'larni ko'rdik, intensiv bog'larni, aholini mana mehnatkashligidan ko'rdik. Xullas mana juda So'x xalqi juda mehnatkash, mehmondo'st ekan. Mana 2 kundan beri maza qilib So'xda damlarni olyapmiz. Iloyim bundan ham So'x rivojlanib respublikamizdagi eng oldi qator tumanlardan bo'lib, So'xlardan juda ulug' insonlar chiqib, respublikamizning iqtisodiyotiga shu investitsiya olib kelishda So'x bundan ham go'zal bo'lishini tushunadigan nimalar o'quvchilar yetishib chiqib, shunaqa maktablarda o'qitib, mana shu ustozlarimiz nima qilib biz o'z kasbimiz hamma o'qituvchilar keldik. Mana pensiya nafaqaga chiqdik, nafaqada bir o'rtoqlarning qiynalishlarini ko'rib, qunab, xursand bo'lib, mana So'xdan juda Qizilqiyoq qishlog'idan minnatdor bo'lib ketyapmiz. Mana kirib kelib biz juda ham taassurotlarimiz yaxshi bo'ldi. Chunki biz SSR davrida o'qiganmiz-da, studentchiligimizda kelganmiz, Ahrorbekda eng yaxshi kuni nikoh to'ylarida kelganmiz. U davr bilan hozirgi davrda agar solishtirib ko'radigan bo'lsak, So'x tumanida juda katta o'zgarishlar bo'libdi. Mana o'zi aytingizki, So'xdagi yangiliklarni televizor orqali tomosha qilaman dedingiz. Biz mana shu So'x televideniyasini har kuni soat 7 dan 9 gacha So'x televideniyasini beshardan turib tomosha qilaman. Ahrorbekni ko'rib qolamanmikan deb xursand bo'laman. Ko'raman ham, televidorlarda chiqadi. Men iltimos qilamanki, shu So'x televideniyasini yana ham uzaytirsa vaqtini. 2 soatga berilgan daqiqa bizga yetmayapti. So'x tumanini biz yana ham obodonlashganini, chiroyli bo'lganligini ko'rib xursand bo'lsak. Buni qarangki, endi Ahrorbekni ko'rib xursand bo'ldik. O'zgarishlarni ko'rdik. Biz kelganda bir boshqacha edi. Hozir shunaqangi o'zgarishlar yaxshi bo'libdi. Prezidentimizga ham, hukumatimizga hammalariga rahmat. O'tib kelishda hech qanday muammo bo'lmadi. Chegaradan bir chiroyli o'tib keldik. Do'stimizni oldiga kirib keldik. Yo'llar hozirgina o'rtog'im aytgandek, kursdoshim aytgandek asfaltlangan, chiroyli, to uylarning oldigacha e'tibor juda yaxshi. Bundan keyin ham menimcha e'tibor So'x tumaniga yaxshi bo'lsa kerak. Ahrorbekda biz mana bu yerda ishlagan 12-maktabga kelib, Ahrorbekning maktabida yana kerakli taassurotlarni ko'ryapmiz. Ahrorbek maktab direktori bo'lgan bu yerda. Hozirda mana nafaqaga chiqqan, pensiyaga chiqqan. Ahrorbekning oilasi bilan tanishdik, aka-ukalari bilan tanishdik. Mana shu yerda juda bir yaxshi taassurotda ketyapmiz. Biz yana nima demoqchiman? So'x tumanini obodonlashtirishiga ishonamanki, yana ham obodonlashtiradi, yanagi kelishimizga yana yangiliklar bilan biz kirib kelamiz degan umiddamiz. Mana biz So'xga keldik, o'rtoqlar, qaranglarda. So'x shunaqa bir joy ekanki, O'zbekistonda xuddi bir Shvetsariyasi, O'zbekistonda bir jannati deydigan joy ekanda. Hurmatli o'rtoqlar, bir kelib ko'ringlar, maza qilib ketinglar. Hech qanaqa urinish qiyinchilik yo'q. Xohlang yo'lovchi mashinada keling, xohlang o'zingiz mashinangizda keling. Yo'l katta ochiq, avtobus ham bor ekan. Juda ham bir jannatga kelib bir dam olib ketinglar. Men shu mazza qildim, sizlar bilan shu narsani
ulashgim kelyapti, bo'lishgim kelyapti. مهمانان که اساساً برای دیداربینی همدرس و همکرسی خود که ساکنی محله قزلقیاق احرار جان احرارов می باشند آمدند و توسط راهبلدی همکرسشان از مرکز نوحه و مکتب رقم 12 محله دیدن کردند. مهمان دوستی خلق سوخ، مهنتکش بودن این خلق سربلند در دل مهمانان نقشی باسزا گذاشته که این نکته ها را آنها بارها تاکید نمودند. Men istaymanki, mana bunday go'zal manzarada, bunday go'zal tabiat qo'ynida dam olayotganimda juda xursandman. Sog'ligim bundan ham battar yaxshi bo'lib ketyapti. Istaymanki, do'stim bilan yana uzoq yillar ko'rishib, mana shu maktabini gurkurab yashashiga, bolalarini ravnoq topishiga, respublikada buyuk insonlar yetishib chiqishiga men tilakdoshman. So'x tumaniga men bundan 56 yil burun kelgandim. 6 yasharligimda dadam bilan kelgandim. Hayotimda ikkinchi marta So'x tumaniga kelishim. So'x tumani haqida faqat televideniya orqali, rasmlar orqali tanishdim. Mana o'z ko'zim bilan ko'rdim. Mana O'zbekistonda eng go'zal, chiroyli, manzarali, tabiati juda ham bir havas qiladigan, dam oladigan joy ekanligiga men o'zim amin bo'ldim. Yo'llar juda ham yaxshi. Qiynalmay o'tib keldik. Mana o'rtog'imiz Ahrorbek 1978-yildan beri qadrdonmiz. O'shanda maktabda oltin medal bilan bitirib o'qishga kirgandilar. Mana shuncha yillar davomida biz mana qilgan ishlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. So'x juda ham obod. Hamisha vatanimiz tinch bo'lsin. osmon musaffo bo'lsin, vatanimiz xuddi shu so'xga o'xshab gullab yashnasin. در حقیقت امروز سوخ زیبا منظر توسط اعتبار و سیاست خلق پرورانه سرور دولت رو به انکشاف و رشد نهاده است و این جهت سوخ را به اطرافیان همچون کشوری ناتکرار و زیبا شناس میکند. امروز که شهروندان ازبکستان آباد آزاد در پیراهه بنیاد ازبکستان نو قرار دارند، از اعتبار و غمخواری سرور دولت روح توان گرفته بهر آباد و زیبا ساختن وطن کوچک اندر وطن بزرگ کمر همت را محکم بستند. این باشد حسن توجه اطرافیان را نسبت به سوخ باز هم می افزاید. به هر نفری که سوی سوخ قدم بگذارد و از زیبایی های این کشور ناتکرار دیدن میکند، خوش آمدید، نوری دیده تاج سر میگوییم.